Salom berdik aziz tinglovchim. Kommentda doim bitta savolga ko'zim tushadi. Qanaqa qilib doim hammadan yashirinib yuraman? Tarmoqdayam, real hayotdayam. Bugun muhim mavzuga to'xtalamiz. Xavfsizlik masalasi sohamizga tegishli har bir odamni o'ylantirishi tabiiy. Kanalga obuna bo'lishni va VPN yoqishni unutmang. Maroqli tomosha. Shuni tushunish kerakki, bu yo'lga qadam qo'ydingmi tamom, hayoting maxfiy agent hayotiga aylanadi. Qo'lga tushgan kuning hayoting tugaydi. Shunaqa emasmi? Farq shundaki, agentga topshiriq beriladi, uni bajargandan keyin u yana normal hayotda do'stlari va qarindoshlari bag'riga qaytadi. San bu sen, do'stim, qayta olmaysan. San haqingda bilim va ko'nikmalaringga mos keladigan to'qimalar bo'lishi shart. Bu afsonalar daromadlaring va hayot tarzingni asoslab berishing uchun kerak. O'zing to'qigan sohani ozgina bo'lsa ham tushunishing kerak. Farqi yo'q, san tanlagan yo'l tadbirkor, munajjim, miner yoki trader. Muhim atrofdagilar sani hech shubhalarsiz o'sha odam deb bilishsin. Esingda qolsin, qolgan hammasi befoyda va ahamiyatsiz. Faqat haqiqatga yaqin afsonalar, his-tuyg'ularni jilovlash, tilingni tiya olishing sani qutqaradi. Xo'p, afsona tayyor, sandagi irodaga dorvozlar ham hasad qiladi, ammo biz raqamli texnologiyalar asrida yashayapmiz. Har bitta bosgan qadamimiz muhrlanadi. Saytlarga kirish, ovqat, taksi buyurtma qilish, yoqtirgan musiqani eshitish, behayo filmlarni tomosha qilish, hammasi yozib olinadi va saqlanadi. Ma'lumotlar yig'iladi va keyin manfaatdor shaxslar tomonidan olib ishlatiladi. Bu ma'lumotlarni kim yig'ayotgan, ularga o'zimiz haqimizda nimalar berayotganimizni bilishimiz kerak. Bu yig'uvchilarni shartli ravishda 3 ta guruhga bo'lishimiz mumkin. Ya'ni birinchisi bu raqamli qurilmalar va dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqaruvchilar. Apple, Google, Samsung, Xiaomi, Microsoft, Yandex. Ularni hamma taniydi. Bu yigitlar hamma narsani bilishadi, lekin san ular uchun shunchaki noma'lum xaridorsan. Ularning maqsadi sani millionlab o'xshashlaring bilan birga reklama beruvchilarga sotish. Ikkinchisi bu provayderlar. Bu ma'lumotlar ular uchun foydasiz, biroq qonun talabi bo'lgani sababli ular yig'ishga majbur. Uchinchisi san uchun juda ham xavfli guruh. Mana qadrdonim, maxsus xizmatlar, Facebook, FBR, NSA, Mi6 va boshqalar. Ular ham ishlab chiqaruvchi va provayderlar bilan hamkorlik qiladi. Bu yigitlar tizimdagi shaxsiy ma'lumotlarni ataylab user Mi555GA degan foydalanuvchini doimiy yashash manzili, telefon raqami, pasport ma'lumotlari, fotosurati, ovoz namunasi va barmoq izlariga ega bo'lishdan manfaatdor. Xo'sh, o'zingni bu begona ko'zlardan qanday himoya qilishing mumkin? Butunlay yo'q bo'lib qolishni afsuski iloji yo'q, lekin oddiy odam qiyofasida olomon orasiga kirib ketish mumkin. Jinoiy faoliyatni bo'lsa kuzatuvchilardan yashirish kerak bo'ladi. Birinchidan, faoliyat olib borish uchun alohida qurilmang bo'lishi shart. Bu smartfon, planshet, kompyuter yoki notebook bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Asosiysi undan faqat va faqat ish quroli sifatida foydalanish. Ikkinchidan, xavfsiz aloqa Tor zo'r yechim, lekin bitta Torni o'zi yetarli emas. Tor brauzerdan foydalanganlik faktini yashirish qiyin. Shuning uchun VPN ham sotib olishing kerak. VPN provayderini tanlashda juda ehtiyot bo'l. Ko'zingga yoqqan servisni maxfiylik siyosati, foydalanuvchini kelishuvini obdan o'rganib chiq. Kompaniya yangiliklari, yuridik manzilini tekshir. Ofis joylashgan joyingdan imkon qadar uzoqroqda bo'lish kerak. Sen yashayotgan davlatda serverlari yo'qligi VPN servis orqali san haqingda ma'lumot olishini qiyinlashtiradi. Va yana xizmat ko'rsatuvchi kompaniya kiberjinoyatchilikka oid bo'lgan xabarlarda ko'zga tashlanmagan bo'lishi shart. Biz siz haqingizda hech narsani saqlamaymiz degan gaplarga ishonmaslik kerak. VPNning vazifasi Tordan foydalanganlik faktini berkitish xolos. Shu bilan birga ishing uchun ham kerak. Masalan, Netflixni tomosha qilish uchun bitta VPN dan foydalanishni tavsiya qilmayman. VPN orqali shaxsiy narsalaringga o'tmasliging kerak. Qurilma bor, aloqani ham to'g'irladik. Xo'sh, keyinchi? Operatsion tizim ishonchli qurilmada Linuxdan foydalan. Kompyuterda Kali yoki Tiles, telefonda esa GrabHanos bo'lsin. Operatsion tizim mavzusi juda keng. Uni erkin suhbat formatida batafsil ochib bo'lmaydi. Hozircha asosiy g'oyani tushunib olsang kifoya. Windows va macOS san haqingda ma'lumot yig'adigan kompaniyalar tomonidan yaratilgan va buni ular sani roziliging bilan amalga oshirishadi.
O'sha san umringda biror marta o'qimagan matn tagida roziman tugmasi esingdami? Xo'sh, nima qoldi yana? Ha, ilovalar, tarmoqqa chiqish, ma'lumot olish uchun kerakli vositalar. Keyin borib Yandex brauzerni o'rnatadigan bo'lsang, operatsion tizim ustida bosh qotirishdan umuman ma'no yo'q, to'g'rimi? Bu yerda asosiy qoidalar juda ham oddiy. Tijoriy kompaniya tomonidan yaratilgan dasturlar qora ro'yxatimizga tushadi. Identifikatsiya uchun telefon raqam so'raydigan servislar ham o'sha tomonga yo'l oladi. Yangi dasturlardan ham foydalanmagan ma'qul. Ular sodda odamlar uchun o'rnatilgan tuzoq bo'lib chiqishi hech gap emas. Xo'sh, shunda nimadan foydalansa bo'ladi? Eshiting. Qtox, Jami, Matrix, Onion saytlarda kezish uchun Tor brauzeri, Word va Excel o'rniga LibreOffice, Bitcoin hamyon uchun Electrum ham yomon emas. Ko'proq erkin ochiq kodli dasturlar Open Source Alternative.to yoki shunaqa resurslardan topish mumkin. Hurmatli tomoshabin, esinglarda turishi shartki, agar qoidalarga amal qilmasang, sizga qiziqish boshlanadi. Deylik, fiasko yuz beradi va qayerdadir seni fosh qilishadi. Bunaqa vaziyatda paydo bo'lgan taxminlarni tasdiqlash yoki rad qilish uchun kuzatuv o'rnatiladi. Kuzatuv har xil bo'ladi. Orqangdan qadamma-qadam yurib, aloqalaring, yo'nalishlaring va maqsadlaringni yozib boradi. Agar san faoliyating Darknet maydonida kechayotgan bo'lsa, aynan texnik tashqi kuzatuvga alohida e'tibor berish kerak. U quyidagicha turlarga bo'linadi. Birinchisi, nazorat ostidagi odam va uning qarindoshlari telefonida eshitish. Bu pagonli okalarning standart ish uslubi. Bitta narsani bilish kerakki, 3G protokolidagi zaif nuqtalar sabab har qanaqa telefon mikrofonga aylanib atrofni eshitish mumkin. Ikkinchisi, Messenger'dagi yozishmalarni o'qish. Shuni esda saqlangki, WhatsApp alifbodek oson o'qiladigan, Telegram ham xuddi shunaqa, lekin Telegram ma'lumotlarni rasman taqdim qilmaydi. U yo'l bilan olingan axborotlar kuchga ega emas. Uchinchisi, nazoratdagi shaxs ko'p qavatli uyda yashasa, uni tepasidan yoki pastidan ijaraga olib devor teshiladi va yashirin kamera o'rnatiladi. Quvur va batareyalar maxsus mikrofonlar o'rnatiladi. Uyda nima bo'layotgani eshitiladi. To'rtinchisi esa deraza to'g'ridan to'g'ri ko'rinsa, lazer nuri bilan oynadagi tebralishlarni aniqlab, uydagi gap so'zlarni matnga aylantirish uskunalari ham bor. Beshinchisi, agar odam Wi-Fi dan foydalansa, doim tagida maxsus mashina turgan bo'lishi mumkin. Mashina Wi-Fi nuqtasini soxtalashtiradi, butun trafikni o'ziga o'tkazadi, uni o'qiydi. Xuddi shunaqa usul simsiz klaviatura va naushniklar signalni ham tutib beradi. Oltinchisi, agar klaviatura modeli aniq bo'lsa, u har bitta tugma bosilganda o'zidan to'lqinli pomix chiqaradi. Agar yetarlicha yaqin masofada turilsa, ichkaridagi odam qaysi tugmani bosayotganini bilish mumkin. O'zingni boshing bilan fikrlamasang, nima bo'lishini hayotimdagi misollar bilan tushuntiraman. Gidromoderatorlardan bittasini chiroyli sevgi tarixi fojia bilan tugagandi. Sayt jamoasida ko'p vaqt ishlagan bitta qiz do'kon egasini yoqtirib, u bilan yozishib yuradi. Ancha davom etgan yozishmalardan keyin 2 yosh munosabatlarni kuchaytirish, yangi darajaga olib chiqish maqsadida nihoyat uchrashishga qaror qilishdi. Qarangki, kerakli aeroportga uchib kelgan moderator qizni naqd 2ta surpriz kutib olardi. Birinchisi, o'sha romantik do'kon egasi hayotda erkak emas, ayol bo'lib chiqdi. Ikkinchi surpriz birinchisidan ham o'tib tushdi. Aeroportdan chiqishida qizni pagonli okaxonlar kutib olishdi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, o'sha oshiq moderatorni qutqarish uchun ancha katta mablag' sarflangan. To'g'ri, marketplace'dagi karyeraga chek qo'yildi. Qissadan qissa shuki, qayerda ishlayotganingizni hech qachon esdan chiqarmang. Suhbatdoshingizni gaplari qanchalik shirin va ishonchli tuyulmasin, birinchi navbatda bitta narsani yodda tutishingiz kerak. Bu Darknet, shirinliklar do'koni emas. Shuna qilib bugun biz eng muhim mavzuga, tarmoqdagi va real hayotdagi xavfsizlik masalasiga to'xtaldik. Video yakunida sizga bitta foydali maslahat bermoqchiman. Sohada yangimisiz yoki allaqachon tajribangiz bormi, farqi yo'q. Har bitta noto'g'ri qadam achinarli oqibatlarga olib keladi. Esingizda qolsin, xavfsizligingiz faqat va faqat o'zingiz qo'lingizda. Yashashingiz bo'ladimi yoki ish kompyuteringizmi, binoning himoya devori qanchalik mustahkam, daxlsiz bo'lishi faqat sizga bog'liq. Omon bo'ling. Siz bilan professor Moriarty bo'ldi. Tez kunda ko'rishguncha.